Hörmetli qarindoshlar, Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Turkiya Xitoyning texnik ko'p mablag' selishini umid qilganligini bildirdi. Sharq Turkiston Surgundi hukumatining Turkiyaga bo'lgan noroziligi va chaqiriqi matbuotlarda o'rin oldi. Tunda tafsiliy mazmunlarini diqqatingizga sunamiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başlığı Mustafa Şentop, Xitoyning Turkiyaga texnik ko'p mablag' selishini umid qilganligini aytdi. Türkiye'de çıkıdığan Aydınlık gezitining 25 avgustdagi xabariga qaraganda, Xitoy tarafining talabi bilan Xitoy Mamlakatlar Xalq Qurultayı Daimiy komitetining raisi Li Jianshu bilan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ning raisi Mustafa Şentop silliq yig'in chaqirib, xalqaro va rayon xarakterli tez taraqqiyotlar, Türkiye bilan Xitoyning turli sohalardagi hamkorlik va iqtisodiy munosabatlar muzokara qilindi. Parlamentlararo hamkorlikning ikki davlat munosabatiga qo'shgan tuhfasi ta'kidlandi. Devlet başlıklarının ortak iradesi neticesinde yakınki yıllardan buyon Türkiye-Xitoy munosabatının canlanganligi o'ttirg'a qo'yildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başlığı Şentop, Xitoy Xalq Cumhuriyeti'nin Türkiye'nin Asiya teşebbüsü dairesinde alayda o'ringa ega ekanligini, parlamentlararo qarorlik suhbatlashish va o'zaro ziyoratni ko'paytirish orqali ikki taraflik munosabatni texnik kuchaytirishni xohlaydiganligini bildirib, biz Xitoy bilan bo'lgan ikki taraflik savdomizni texnik tangping va sijil qurilmaga ega qilishimiz kerak. Xitoyning Turkiyaga texnik ko'p mablag' selishini umid qilamiz dedi. İki davlat munosabatini texnik ilgari surish orzusini qayta ta'kidlab, yangi bir dunyoning qurilishi arifasida rayonimizda va dunyoda Turkiya bo'lish sifatimiz bilan rohat va huzurning barliq insoniyatga bag'ishlangan yangi bir odil dunyoning mumkin bo'lganligiga ishonamiz. Bu haqda o'xshash fikrga ega bo'lganligimizdan mamnunman. İki davlat munosabatining texnik yaxshi taraqqiy qilish uchun parlamentlararo munosabatni taraqqiy qildirishimiz kerak. Bizning Uyg'ur turklari bilan milliy, diniy va kultur munosabatimiz bor. Turkiyaning bu masalaga nisbatan maydoni aniq, samimiy va axloqliq. Boshqa davlatning tuproqlarida yashayotgan irqdosh va qarindosh millat ommasini davlatlarning ichki ishlariga aralashishdagi qurolga aylantirib olmaymiz. Biz bu kishilarni o'zlari yashayotgan davlatlar bilan davlatimiz o'rtasidagi ko'rik, hamkorlik va munosabatni taraqqiy qildirishdagi fursat deb qaraymiz. Biz siyosatimizni bu shaklda davomlashtiramiz. Irqdoshlarimizni o'zlari yashayotgan davlatda tinchlik, huzur, rohat ichida haq-huquqlariga va erkinligiga ega bo'lgan bir muhitda yashashini, o'z davlatining hurmatga sazovor fuqarosi sifatida yashayotgan davlatlarga tuhfa qo'shishini umid qilamiz dedi. Diğer ülke topraklarında yaşayan soydaş veya akraba toplulukları söz konusu ülkelerin iç işlerine karışmak için araçsallaştırma gibi bir anlayışımız hiçbir zaman olmamıştır. Soydaşlarımızın veya akraba topluluklarımızın bulundukları ülkede barış, huzur ve refah içerisinde insan hakları temelinde hak ve hürriyetlere sahip oldukları bir iklimde yaşayabilmelerini ve ülkelerinin saygın birer vatandaşları olarak yaşadıkları ülkelere katkı verebilmelerini arzu ediyoruz. Sharq Turkiston Surgundi hukumati buningga axborot vositalari orqali inkos qaytirib, Xitoyning Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qarata ilib berayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoiy qilmishlarini, shundaqla Sharq Turkistonning ishg'ol qilingan davlat ekanligini e'tirof qilish, Turkiyaning Uyg'urlarga tutgan pozitsiyasining samimiy va axloqli ekanligini haqiqiy ko'rsatib beradigan birdan-bir yo'l dedi. Bosh ministerimiz Salih Xudoyor efendim yig'in xotirasining to'liq tekstini o'qib qaraydigan bo'lsak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başlığı Mustafa Şentop, Türkiye'nin Uygurlarga emas, balki Xitoyga samimiy ekanligini, Xitoyning mablag' selishi bedeliga Sharq Turkistonni bostirishga yordam qilayotganligining signalini berdi. Agar Turkiya Uygurlarga haqiqiy samimiy bo'lsa, Xitoyning Sharq Turkistonda davom qilayotgan irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilgan tunji davlat bo'lgan bo'ladi. Aksicha Turkiya Xitoyning mablag'ini qo'lga keltirish uchun Uyg'ur masalasidan foydalandi. Turkiya Uyg'urlarga xiyonat qildi dedi. Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarini bostirishining birdan-bir sababi ularning Sharq Turkistonning egisi bo'lganligidir. Xitoy Sharq Turkistonga bo'lgan ishg'oliyatini mustahkamlash uchun bu bostirishni to'xtatmaydi. Toki Sharq Turkiston mustaqil bo'lmoqcha xalqaroning Xitoyga demokratiyani yo'lga qo'yish besimi Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarining manfaatiga uyg'un kelmaydi. Xitoyning zamin butunligiga hurmat qilamiz. Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarining masalasi Xitoyning ichki masalasi degandek Sharq Turkistonni Xitoyning zamini, turk xalqlarini Xitoyning osonliq millati deb e'tirof qiladigan so'zlar butunlay Xitoyning manfaatiga uyg'un bo'lib, Sharq Turkiston va u yerdagi Turkiya xalqlarining manfaatiga eg'ir ziyon, o'z irqdoshlarining irqiy qirg'inchilikda yo'qolib ketishiga rizolik ko'rsatishdan iborat. Faqat Sharq Turkistonning mustaqilliqla Sharq Turkistondagi Turkiya xalqlarini yo'qolib ketishdan saqlab qola oladi.
erkinlikka erishtirdi. İqtisodiy qiyinchilikning hal qilish choralari tepilishi mumkin, ammo yo'qolgan irqdoshlari, qarindoshlarini tepish mumkin emas. Sharq Turkistonning mustaqilligi qarindosh, irqdosh davlatlarning emas, butkul insoniyatning nusrati. Buni eng avval qarindoshlarimizdan boshlab barliq insoniyat dunyosining bilishini va harakatga o'tishini talab qilamiz. Axborot vositalari Sharq Turkiston surgundi hukumatining Turkiyaga ko'rsatgan qarshiligini orqa-orqadan xabar qildi. Turkiyada chiqadigan So'zchi gazetining 25 avgust kunidagi xabarda Turkiya Buyuk Millat Majlisi boshlig'i Mustafa Şentopning Xitoy Mamlakatlar Xalq qurultiyi doimiy komitetining raisi Li Jianshu bilan silliq ko'rishishi Uyg'ur turklari orasida talash-tartish boshladi. Silliq yig'in axborotda xabar qilingandan keyin Sharq Turkiston surgundi hukumati va Sharq Turkiston diasporasi buningga qarshilik ko'rsatdi. Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz qatorliq Sharq Turkistonlik turklar tarafidan surgunda qurilgan Sharq Turkiston surgundi hukumati Turkiya amaldorlarini Xitoy amaldorlari bilan ko'rishmaslikka chaqirib, Turkiya bizga xiyonat qilmasligi kerak dedi. 2004-yilda qurilgan Sharq Turkistonga vakillik qiladigan Sharq Turkiston surgundi hukumati bu oxirgi ko'rishish Turkiya bilan Xitoyning texmi yaqin hamkorlik munosabati o'rnatadiganligini ko'rsatdi. Ve bu ahvol Sharq Turkiston ve xalqining Xitoyga qarshi kurash qilish uchun passiv natijalarga yo'l etishi mumkin dedi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining muavin prezidenti Abdulahad Nur Turkiyaning Sharq Turkistonga xiyonat qilmasligini umid qilamiz. Turkiyaning Sharq Turkiston haqidagi maydonini isbotlash uchun Sharq Turkistonni tunishi, Xitoyning Sharq Turkistondagi Turkiya xalqlariga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini, inson haqlari dafsanchiligini e'tirof qilish kerak dedi. Bayonotda yana Turkiyaning Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikqa sukut qilganligini o'tirg'a qo'ydi. Şentopning bizning Uyg'ur turklari bilan milliy, diniy va kulturel munosabatimiz bor. Turkiyaning bu masalaga nisbatan maydoni aniq, samimiy va axloqliq. Boshqa davlatning tuproqlarida yashayotgan irqdosh va qarindosh millat ommasini davlatlarning ichki ishlariga aralashishdagi qurolga aylantirib olmaymiz degan so'zlarga Uyg'ur turklari qarshilik ko'rsatdi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining bosh ministri Salih Xudoyer Turkiya Buyuk Millat Majlisiga, Mustafa Şentopga, Turkiya hukumatiga va Turk xalqining samiga shuni yana bir qatim salamizki, Sharq Turkiston turklarning tarixdan beri yashab kelgan yurtidir. Sharq Turkiston Xitoyning ishg'oli ostidadir. Bu Xitoyning ichki ishi, ichki masalasi emasdir. Şentopning so'zi ziyonliqdir deyildi. Hindiston bayoni xabar turi, The Print turi, kelgusidagi kun tartib qatorliq axborot turma 25 avgust kuni Sharq Turkiston surgundi hukumati Turkiya bilan Xitoyning qo'yiqlashgan munosabatini aybladi degan temada e'lon qilingan xabarda Sharq Turkiston va uning xalqiga vakillik qiladigan Sharq Turkiston surgundi hukumati Turkiya parlament boshlig'ining Xitoy Mamlakatlar Xalq qurultiyining rahbari bilan ko'rishganligini aybladi degan mazmunni cho'rdigan holda silliq yig'inda Şentopning qilgan so'zlarini va bosh ministerimiz Salih Xudoyerning qarshilik ko'rsatib so'zlagan so'zlarini tafsiliy bayon qildi. Ishonch, umid har qanday ishda g'alaba qilishning ochqichi. Davosimizda texmi shundoq. Chingizxon qulluqdan qochib qutulib, qabilasini va Mo'ng'ul qabilalarini birlashtirib, boshqa zaminlarni ishg'ol qilishdan yuzlangan kunlarning birida Ming atrofida askarni boshlab, Xitoy zaminlari tarafga qarab kelayotganda, saf oldida ketayotgan Charlash atridi atchab turib kelib, 10 ming kishilik bir Xitoy qo'shini Chingizxon qo'shinlarini yo'qotish uchun Mo'ng'ul zaminiga qarab kelayotganligini xabar qildi. Bu xabarni anglagan Chingizxonning yordamchi qo'mondonlari huduqib qoldi. Askarlar orasida tashvish boshlanadi. Qo'mondonlardan birisi Chingizxonga shundoq deydi: "Bizning qo'shinimiz oz, darhol chekinib, qaytib sepilishida dushmandan mudofaaga tayyorlik qilayli." Yana bir qo'mondon chekinayli, ammo dushmanni mashg'ul qilib turish uchun bir guruh askarni qoldirayli. Bundaq qilsak, oz chiqim bilan qo'shinimizni salomat yurtimizga elib ketalaymiz deydi. At ustidagi Chingizxon jimjit holda xiyol surib turdi. Yordamchilaridan birisi shundoq deb so'raydi: "Siz qanday o'ylayapsiz?" Chingizxon sharq tarafga ko'z tikkan holda shundoq javob berdi: 10 ming Xitoy askarining jasadini qanday ko'mib bo'lamiz deb o'ylayapman. Jasadlarni ko'mmasak, vabo tarqalib ketadi. Chingizxonning bu so'zlari askar va qo'mondonlarning tashvishini jasoratga, dushmandan chekinishdan iborat tushkun ro'yini dushmanni qo'g'lashdan iborat g'olib ruhga aylantirgan. Chingizxon 1000 kishilik qo'shini bilan 10 ming kishilik Xitoy qo'shinini yengan. Bu tunji jang bilan tarixda yengilmas Chingizxon nomini elishda va Mo'ng'ullarning saltanatlik tarixini yaratishda hal qilg'uchi rol o'ynagan. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.